Assalomu alaykum. Hozir shu chorvachilik bo'yicha internetga ko'plab videolar chiqyapti. O'shalardan bitta muammosi bitta qo'y bitta bolasini tug'ib, keyin 10 kundan keyin yana bitta bolasini tug'ishi. O'sha mavzuda hozir bitta video qilmoqchimiz, o'shani yechimi. Xullas hozir mana qo'y bu bolani tuqqan. Suruv sharoiti, atar sharoitida. Bu qo'y kelyapti-da, bu bolani olib qo'yyapti. Misol uchun hozir bu qo'yning tug'ishiga bir 10 kun 15 kun vaqt bor. Hozir bu qo'y atarni ichida bu qo'zini yo'qotib qo'ysa, bu qo'y o'zini bolasi qilib ketadi, yemizib ketadi. Bolani bu qo'y tuqqan, bu qo'y olib qo'yyapti. Qarab tursalaringiz, olib qo'yadi. Agar hozir bu adashib ketsa, bolani ko'rmay, bu qo'y o'ziniki qilib oladi, keyin o'ylashadi-da, bu qo'y tuqqan, keyin 10 kundan keyin yana bitta tug'yapti deb. Ana shu masalani yechimi mana shu. Aslida bu qo'y tuqqan, bu qo'yni mehri kuchlilik qilib, bu qo'y ham olib qo'yyapti bolani. Hozir buni ajratmasak, ikkalasi ham yemizib ketadi. Hozir bittasini ajratamiz. O'zi olib ketyapmiz tuqqan qo'ylarni mana. Bu yerda, mana bu yerlarda hozir mana qo'ylar tug'yapti yana. Buni ajratib yuboramiz. Bu 10 kun, 15 kun atrofida yana tug'adi bu.